ko'pchilik o'quvchilar xato qiladigan joyi. Demak, bizga geometri progressiyada B8, B16 berilgan, B12 ni toping deyapti. Demak, bu misolni quyida ishlaymiz. Chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadni kvadrat teng. Shunda B8 ko'paytiruv B16 teng B12 ning kvadrati. -2 ko'paytiruv -72 teng B12 ning kvadrati. Shunda B12 teng 144. B12 ning kvadrati. Xuddi shu tartibda ishlanadi. Bunisi ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Shunda bizda B13 ning kvadrati teng bo'ladi 916 144 bo'ladi. Ikkalasini bir-biridan farqi nimada? E'tibor beramiz. Bunda 8 juft son, to'g'rimi? Bu 16 juft son, 12 ham juft son. Hammasi juft hadlar. Juft hadlar va tog' hadlarning ishorasi bir xil bo'lishi kerak. Mana buni o'zidan chiqarganimizda biz B12 ni faqatgina +-12 chiqarib o'ldingiz. Faqatgina -12 ni olamiz. Chunki ularning ishorasi bir xil bo'lishi kerak. Lekin bu yoqda juft had berilgan, lekin B13 bizda esa qanaqa had? Tog' had. Endi buning ishorasi bizda B13imiz +-12 bo'lishi mumkin. Yani ko'pchilik o'quvchilar xuddi shu joyda xato qiladi. Sertifikatda misollarda javobda bu variant ham bo'ladi. Ikkalasining farqiga borish.